Alo, assalomu alaykum. Ha, adasi. Nima qilyapsiz? Ovqat tayyorlayotgandim. Pishib qoldi. Ko'chada ovqatlanamiz. Voy, ovqat tayyor bo'lib qoldi-de. Mayli, uni o'rtog'inchi o'g'limizga berib yuboramiz. Shundoq bo'lsa. Adasi? Ha, bo'lar ekan-u. Ovqat so'zing. Voy, men tayyorlanib, bo'yanib turdim. Ovqat so'zing. Bo'lar ekan-u, shunday o'tirsak. Ustimdan kulyapsizmi? Yo'q. Kulmayapman. O'ta jiddiyman. Faqat shu ozgina nafasim siqyapti. Qanchalik qo'ying. Atiriz oti nima? Dolce Gabbana. Agar hozir ko'chaga chiqamiz demaganimda sizdan zig'ir yog'ni hidi kelayotgan bo'lardi. Ha, endi ovqatni zig'ir yog'ida qilganimizdan keyin zig'ir yog'ini hidi keladi-da. Efir moyida qilmaymiz-ku. Men uchun hech atir sepmagansiz. Namuncha bo'yanyapsiz. Yoningizda chiroyli bo'lib yuray dedim-da. Ko'chadami? Xotini zo'r ekan deyishi uchunmi? Axir ayol kishiman, ko'chaga chiqqanimda o'zimga qarab chiqishim kerak-ku. Ko'chaga chiqayotganingizda o'zingizga qarashingiz kerak, lekin ko'chadagilarni o'zingizga qaratishingiz aslo keragi yo'q. Ko'chaga kiyishga qancha kiyimingiz bor? Ko'p. Uygacha, uyda meni eski futbolkamni kiyib yurasiz. Voy, qaytarib beraman. Mehmon uchun qanday stol tayyorlaysiz? Endi keladigan mehmonga ham qarab, siz taraf bo'lsa, endi baribir ko'p yeyishadi-ku, o'shanda ko'p narsalar qilib tayyorlanaman. Unda men 1 soatdan keyin mehmon bo'lib kelaman. Siz hozir mehmon bo'lib keladigan bo'lsangiz, men yasanishim kerak emas, to'g'rimi? Chunki men faqat erim uchun yasanaman. Как бы, да? Izvordin, nima bo'lib ketdi? Gapirayotgan gaplarni to'g'risini aytsam uzr so'rayman. Bu qarochi ertalab ham bunaqa video ko'rib olgan. Mana shu video bo'ldi, tushunarli. Odam bo'lmaydi bular, qarochi, boru charchadim. Bardosh bera olmayapti yuragim. Ha, yuragim yo'q-ku, to'xtanglar.